Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi tahlilimizni boshlaymiz. Har bir oyda yoki har bir haftada, har bir kunda bitta sham ochilib yopilishligi bo'lgani kabi, har bir yilda ham nima bo'ladi? Bitta shamni ochilib yopilishligi va ochilishligi bo'ladi. U degani nima? Ya'ni bugun 2025-yilda oxirgi soatlarda turgan ekanmiz. Nima bo'ladi? Bir necha soatlardan keyin 2026-yilgi yangi sham ochilishligi bo'ladi. Bizga mana bu 2025-yillik shamni qayerda yoki qanday yopilishligi qiziq. Ya'ni bu yerda biz shu bozorda ishlar ekanmiz. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, nima qilamiz? Yillik shamlarni ham hisobini olib ishlaymiz. Shu sababdan bir video qilishni lozim topdim. Xo'p, yillik shamga o'tishdan oldin ba'zi narsalarni ozroq eslab o'tadigan bo'lsak. Oxirgi videoda adashmasam 1,5 yoki 2 oy oldin qilgandim. Va USDT dominasida analiz qilib tashlagandim. Esinglarda bo'lsa va buni Allohu a'lam ko'pdan beri shu fikrdaman. Ya'ni adashmasam 5 oy, 6 oydan beri USDT dominasida pastga tushishligini fikrdaligimni aytib kelaman. Va hali bu fikr bilan o'zgardimi yoki o'zgarmadimi, buni ham aytib o'tadigan bo'lsam hozir. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim va oxirgi video qilganimda nima deb aytib o'tgandim? Esingizda bo'lsa analiz qilib, analizimiz buzilgani yo'q. Bu yerda bizni треугольник kutyapti. Katta ehtimol bilan mana bu 1, mana bu 1 da davomi deb aytib o'tgandik. Ya'ni qachonki bozorda треугольник, ya'ni uchburchak hosil bo'ladigan bo'lsa, 1 1 2 2 va 3 kerak bo'ladi dedik. Xo'p, bu yerda biz 2 ni mana bu 2 bo'ldimi, bo'lmadimi? Buni qachon biz 2 mana bu deb ayta olamiz? Qachonki bozor razvorot qiladigan bo'lsa. Ya'ni razvorotni qayerdan qilishligiga bog'liq. Misol uchun bu yerda hozir razvorot bozor qilgani yo'q. Agar razvorot qiladigan bo'lsa, ya'ni mana shu zonadan bozor agar pastroqqa tushib ketadigan bo'lsa, ana unda biz nima deymiz? Razvorot qildi deyishligimiz mumkin. Biz kutgan edik, mana bu zonaga kelganda bu yerda bitta qarshilik, ikkita qarshilik, mana bu 3-qarshilikdan bozor shu yerdan razvorot qilib va bu yerdan 3-nuqta bo'ladi. Ya'ni 3 ni pravoy qiladi va pastga tushadi deb kutgandik. Va oxirgi videoda esinglarda bo'lsa, mana shunaqangi bir analiz qilib o'tgandik. Xo'p, buni pravoy qilib o'tdi. Biz aytgan, ya'ni biz kutgan joyda, ya'ni mana bu 2 hali hosil bo'lmadi. 2 hosil bo'lmagan ekan, nima deymiz? Mana bu треугольникimiz hozircha befoyda, ya'ni aktiv emas degan fikrda turamiz. Shunaliga, lekin mana bu tushishlikka bo'lgan analizimiz buzildimi desa yo'q, hali buzilgan. Chunki esinglarda bo'lsa, mana bu strelkani adashmasam 1 yildan beri shu yerda turibdi bu, yoki 7 oy yoki 8 oy. Adashmasam 1 yildan beri shu yerda turibdi bu strelka. Sababi mana bu qizil chiziqqa nima qilganmiz? Bir qorovul qilib qo'yib qo'yganmiz mana bu strelkani. Chunki mana shu strelkani tepasidagi mana bu qizil chiziqda nima bu yerda stoplar bor. Agar bozor buni tepasiga chiqib yopiladigan bo'lsa, ana o'shandan keyin nima bo'ladi? Xo'p, biz mana bu pastga olyapti turgan треугольник bo'lsin yoki boshqa paternlarimiz hammasi bekor bo'ladi. Boshqatdan analiz qilishimiz mumkin. Lekin qachonki buni tepasiga bozor chiqmas ekan, mana buni, ya'ni qizil chiziqning tepasiga bozor chiqmas ekan, ya'ni bizni pozitsiyamiz hali ham o'zgargani yo'q. Ya'ni bizni yo'limiz hali ham bo'lsa mana bu pastga tushlikda. U degani bozor yaxshigina yuksalish arafasida degan tushunchadamiz. Va hali ham shu fikrdaman. Bu meni o'zimni shaxsiy fikrim albatta. Birovni bu narsaga bir jalb qilib yoki boshqa nima qilish yo'q. Bu meni shaxsiy fikrim. Xo'p, endi bitta narsa. Xo'p, bu yerda треугольник bo'lmadi-ku deydigan bo'lsangiz, xo'p, bu yerda boshqa narsa bor. Qaranglar. Bozorda ba'zi narsalar bor. Masalan, paternlar bor. Misol uchun yuksalish yo'lida misol uchun ketyapti bozor. Yuksaladigan bo'lsa, misol треугольник bo'ldi mana. Hamma biladigan треугольникlar bor. 3 burchak bo'lsin, 4 burchak bo'lsin, misol uchun hamma chizadigan треугольникlar bor. Misol uchun mana bunaqa треугольник 3 burchakli hisob, kimdir 3 burchak deydi, kimdir boshqa. Mana bunaqangi paternlar bo'ladi. Bunaqasi bo'lsin sal boshqacharog'i yoki taqdirlar shunaqa. Xuddi shuni tushishda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bozorda misol uchun tushib kelyapti bozor, tushish trendida. Misol uchun shunaqangi bir paternlar kelyapti. Xo'p. Qarang. Endi bu paternlarni nima desam bo'ladi? Hammasi bir xil bo'lmaydi. Hammasi misol uchun треугольник bo'lmaydi, hammasi yoki bayroq bo'lmaydi. Mana bu tushishlikda bayroq bor.
Misol uchun mana buni misol uchun bayroq qilsak ham bo'ladi. Mana bunaqa sal ko'taradigan bo'lsak, xuddi bir kanal V bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda yuqorisi ham teng, pasti ham teng. Ya'ni bular bozorda yo'lidagi uchraydigan patternlar. Tushunarlika? Bular doim uchraydi bozorda. Misol uchun bu ya'ni треугольник, xohlasa bu треугольник bo'lsin, sal buni mana bunaqa tushirib qo'yasiz. Bu треугольник bo'ladi, sal uchburchakroq. Xohlasa sal mana bunaqa yuqoriga ketadi. Bunisi nima bo'ladi? Xuddi bir bayroqqa o'xshagan, ya'ni kanalviy bo'ladi. Ya'ni bu yer masofasi masalan, bu yer bir masofasi bilan bu joyda masofasi bir xil bo'ladi. Ya'ni bular bozorda yo'lida uchraydigan patternlar. Tushunarlika? Misol uchun yo треугольник bo'lar ekan yoki nima bo'ladi? Bu yoki yana sal boshqacharoq formasi bo'lishligi mumkin, misol uchun. Xo'p, muhimi aytmoqchi bo'lganim nima? Bular uchraydigan narsa, bular uchraydigan joy qaysi? Bozorda yo'lida uchraydi. Tushunarlika? Yo tushish trendida yoki yuksalish trendida. Xo'p, biz xuddi shu holatda bozorga olib kiraylik. Hozir bozor tushish trendiga o'tganmi? O'tgan. Xohlasangiz buni ICT ICT yo'nalishida analiz qilib ko'ring. Xohlasangiz buni smart money yo'nalishida analiz qilib ko'ring. Kim qaysi yo'nalish tushunadigan bo'lsa, analiz qilib ko'rsin. Bozor tushish trendida hozir. Tushunarlika? Ya'ni bozor pastga tushish trendida turibmiz. Endi biz bozor tushish trendida bo'lgani uchun nima qilishimiz kerak ekan? Tushish uchun pattern qidirishligimiz kerak ekan. Tushunarlika? Hozir bu yerda birinchi patternni qidirdik. Nima dedik? Bu yerda dedik, ya'ni mana bunaqa minimumlarni topdik, ya'ni 1 da tasdiqladi. Mana bu 1. 2 bu yer bo'ldi. Chunki 2 ni ham tasdiqini topdik, yuqoriga ko'tarilishni boshladi. Mana bu 2. Endi mana bu 2 ni tugashini topishimiz kerak. Biz o'tganda mana bu yer 2 deb kutgandik. Bu yer 2 bo'ladi inshaalloh va 2 dan pastga tushamiz deb kutgandik. Yo'q. Bu 2 hali nima bo'ldi? Tasdiqlanmadi. Bu 2 ni yuqoriga olib turamiz hozircha bu yerda. Lekin katta ehtimol bilan 3 kelishi kerak. 3 ni bu yerda kutamiz. 3 полибомni inshaalloh albatta bu yerga keladi. 3 ga keladi. Tushunarlika? Lekin bizga hali 2 tasdiqlanmadi. 2 ni tasdiqi qachonki bozor razvorot bo'lsa, ozroq razvorot bo'ladigan bo'lsa, bu yerda nima bo'ladi? 2 tasdiq topgan bo'ladi. Mana buni 2 deb ola olamiz. Tushunarlika? Qachonki bozor ozroq razvorot qiladigan bo'lsa. Bu yergacha emas. Ozroq mana bu yergacha bo'lsa ham razvorot qilsin. Bo'ldi. 2 mana bu yer oldi deb olamiz. 100% tasdiq qachon bo'ladi? Buni tagiga tushadigan bo'lsa. Tushunarlika? Qachonki mana bu yerga, mana bu kanal vidi trendni buzib o'tadigan bo'lsa, mana bu 100% 2 bo'ladi, bo'ldi. Mana buni endi 3 bo'ladi deb bu yerdan 3 ta olamiz va bozorda dalsha yana ketishligini kutsak bo'ladi. Xo'p, shunda nima qilar ekanmiz? Mana bu 2 ni saqlab qo'yamiz, chunki hali bu tasdiqini topmadi. Unda qaysi pattern bor? Bu yerda треугольникni buzib o'tgan bo'lsa deydigan bo'lsangiz, endi bu yerda xuddi hozir yuqorida chizib ko'rsatganimdek bayroq formatsiyoni bor. Tushunarlika? Ya'ni mana bu yuqorilarni tenglashtirib qo'yadigan bo'lsak, hozirroq mana buni qilib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda bayroq formatsiyoni bor. Hozir bozorda misol uchun buni olib tashlaymiz mana. Qarang, ikkita minimum tenglashtirdikmi? Minimum. Buni kapravit qilamiz. Bitta bosasiz, mana kapravitni bossangiz, xuddi shuni kopiya qiladi. Va bu yerga olib kelib qo'yadigan bo'lsangiz, mana ko'rib turganingizdek, kanalviy liniyada yuribdi. Katta ehtimol bilan bozor bu yerda yurib, pastga tushishni boshlaydigan bo'lsa nima bo'ladi? Inshaalloh pastga tushib, mana bu provoyni qilamiz. Ya'ni 3-liniya, 3-nuqtani ham buzib o'tamiz va nima qiladi? Yo'limiz pastga tushishda bo'ladi. Ya'ni hozir hech qanaqa bir analizimiz o'zgargani yo'q, hali ham o'sha pozitsiyadamiz. Prosta buni men har bir video qilganda aytib o'tganman. Katta time frame ni analiz qilyapmiz. O'shaning uchun nima? Kattaroq vaqtda kutish kerak degan narsani doim da'vo qilib kelaman sizlarga. Ya'ni katta time frame ni analiz qilyapman. Mana ko'ryapsizlar, haftalik time frame. Haftalik time frame bo'lgani uchun bu yerda mana hech qancha hajm bo'lmagan shamlar bir necha haftadan beri shu yerda yuribdi. Misol uchun, oxirgi mana bir marta hajm bilan chiqdi. O'shandan beri ponni odamlardan moralni ezib yotibdi. Bozor yuksalaymi, ko'tarilaymi, yuksalaymi, ko'tarilaymi deb odamlarda sabr toqatlarini hamma narsasini nima qildi? Barbod qilib, hozir bozor shu yerda ushab turibdi ko'pchilikda. Endi kimlardir bo'ldi deydi, bu yana yuksalib ketadi yoki Bitcoin yana tushib ketadi, oqib ketadi degan fikrlar kelban bo'lgan. Juda ko'pchilikda shu fikrda, ya'ni Bitcoin tushib ketadi, oqib ketadi degan. Xo'p, bo'lish mumkinmi? Shunga yarasha signallar bormi? Ha, bor. Bitcoinda ham bor. Unaqa signallar yo'q demaymiz. Lekin men USDT dominance anchadan beri bilasizlar, mana shu narsani
kutib kelaman pastga tushlikni. Ya'ni hali ham fikrim o'zgargani yo'q. Bu katta ehtimol bilan bozor bu yerga tushishda atrofidamiz. Ya'ni bir necha soatlardan yangi sham yopiladi. Mumkin yangi yildiga 2026-yilgi sham ochiladigan bo'lsa, bozorda yaxshiroq harakatlar kutamiz. U ham bo'lsa, men o'ylaymanki, harakat pastga bo'ladi. Tushunarliga, ya'ni pastga men kutyapman. Bu yana qaytaraman, meni o'zimning shaxsiy fikrim. Birovga bir nima qilishim yo'q. Men kutyaptigan narsa shu. Inshaalloh shuni shu fikrdaligim uchun katta ehtimol bilan 1-2 kundan keyin yangi ishlarimizni boshlaymiz. Inshaalloh oldi sotlarimizni boshlaymiz. Kimdir agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol kanalimizga qo'shilib, biz bilan birgalikda savdo qilishligi mumkin inshaalloh. Nima olib sotyapti turganimizni birga qilamiz inshaalloh. Xo'p, ya'ni meni kutyap turgan narsam bu yerda USDT dominasida pastga tushlikni kutyapman. Tushunarliga? Buni yana bir to'liqroq sizlarga chizib ko'rsatadigan bo'lsam, sal boshqa grafikda ko'rsataman sizlarga hozir. Xo'p, yillik sham dedik. Endi yillik shamni ham bir ko'rib qo'yadigan bo'ladigan bo'lsak, misol uchun Bitcoin'da mana bu yerda pastroqda 12 oyligi bor. 12 oylik ko'radigan bo'lsanglar, mana bu yerda nima bo'ldi? Bozor yaxshina yuksaldi va yuqorida bir pinbar shami yopildi. Pinbar shamida odatda bo'ladigan narsa nima bo'ladi? Qachonki pinbar chiqadigan bo'lsa, endi u 100 emas, endi bir odamlar tushuncha bo'lib qolmasinki, pinbar shamida ko'p hollarda bozor 0.5 atroflariga, mana shu zonalarga 0.5 ga kelar kelmasdan, ya'ni mana shu ignasini 50 ga kelar kelmasdan, mana shu zonalarda nima qiladi? Bozor bir tez qiladi. Tez qilib pastga tushadi agar tushmoqchi bo'lsa. Tushunarliga, bu yerda tushib, misol uchun shu zonalarga sal tez qilib turib keyin ketadi. Ko'p hollarda kuzatadigan bo'lsangiz, bozor nima qiladi? Ya'ni ozroq bu yerga tez qiladi va tezdan keyin bozor tushadi. Bu yillik sham bo'lyapti. 12 oylik shamni ko'ryapti. Tushunarliga, bunda ozgina yurishligi o'sha altcoin'larda u yoq bu yoqib tashlaydi. Tushunarliga, ya'ni ozgina mana shu joygacha yurib keladigan bo'lsa ham, biz uchun misol uchun bu yillik sham bo'lgani uchun, misol uchun 1 oylik sham bo'lar, 2 oylik yoki 3 oylik sham bo'lar bu. Ya'ni muhimi bu zonalarga kelib beradi degan tushuncham bor, yo'q emas. Ya'ni bu yillik sham. Inshaalloh bu yillik shamimiz pinbar yopilyapti. Albatta pinbarda o'zi globalda tushunadigan bo'lsak, pinbar bu albatta tushish shami bo'ladi. Chunki bu yuqorida yopildi. Yuqorida pinbar yopilgani bu albatta tushish uchun signal. Pastga tushishlik uchun yuqorida keladigan bo'lsa signal bo'ladi. Lekin ba'zi bir boshqa narsalarni ham ko'rganim uchun, endi 100 pinbarlar hammasi ham tushish uchun bo'lmagani uchun buni qo'shimcha tasdiqi bo'lish kerak. Bu yerda menga misol uchun boshqa bir tasdiq beradigan, boshqa yangi shamlar yuqorida bo'lmagani uchun, bu eng yuqorida kelgani uchun mana bu pinbarda bo'ldi. Men uchun tushish shami deb hozir tan ola olmayman. Sababi bunga ishora, qo'shimcha bo'lishi kerak. Ya'ni ishora, ya'ni tushish uchun qo'shimcha ba'zi bir yonida sham chiqish kerak yoki nima oldinda bo'lgan, tarixda bo'lgan shamlar bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu zonadagi shamlar bo'lsa edi, men bu shamlardan analiz qilib turib, mana bu pinbarda analiz qilib turib, bo'ldi, bu yerdan tushamiz ekan deb nima qilaman? Orientir olishligim mumkin. Lekin yuqorida bu tomonda storiyada eski sham yo'q, bu bir. Ikkinchisi, mana bu zonada nima qo'shimcha oldida chiqqan yangi sham yo'q boshqa. Bu faqat endi birinchi nima bo'ldi? Ayiq shami chiqdi bu yerda. Bitta shamni chiqishligi bilan nima qilamiz? Biz qo'shimcha filtrlarsiz o'zimiz nima olishimiz, ya'ni qaror olishligimiz bo'ldi, tushib ketadi degan qaror olishligimiz qiyin bo'lishligi kerak. Ya'ni men shunaqa fikrdaman. O'sha bitta pinbarni o'zi menga, ya'ni недостаточный bo'ladi, yetmaydi, ya'ni bitta pinbarni o'zi. Bunga qo'shimcha ba'zi narsalar bo'lsa, unga qarab nima qilamiz? Bo'ldi, bu pinbar chiqdi. Endi bozordan pastga tushishlik uchun bir harakat qilsak bo'ladi deb ko'rsak bo'ladi. Lekin nima bo'ladi? Buni muqobiliga boshqa signallarimiz bor, yo'q emas. Misol uchun nima signallarimiz bor? Bu Bitcoin'ni 3 oylik time frame ga kiramiz. 3 oylik time frame ga oladigan bo'lsak. Xo'p, 3 oylik time frame da ko'rib turganingizdek, bu yerda ham bir engulf shami paydo bo'ldi. Ya'ni yuqorida bir shamni yutib ketgan engulf bor va engulfdan bozor pastga tushishni boshladi. Xo'p, bitta mana shu engulf ham bo'ladimi? Yo'q, bizga engulf o'zi albatta to'g'ri. Engulfdan keyin bozor katta ehtimol bilan pastga tushadi. Qayerda engulf chiqadigan bo'lsa, bozorda reaksiya bo'ladi. Xo'p, lekin nima bo'ldi? Menga bozorda mana bu zonada bir olish, ya'ni fraktal nuqtalari ko'rindi ko'zimga.
mana bu yerdagi olish nuqtalarimiz bor. Fraktal nuqtalarimiz bor ekan. Mana shu fraktal nuqtalardan bozor sotib oldi. Tushunarligi? Meni tushuncham, mana bu yer poddержка zona. Bu 3 oylik time frame'da. Tushunarligi? Meni tushuncham shu. Hozirgi holatda Bitcoin'da mana shu zonani kutyapman. Mana shu zonaning tagiga, mana bu fraktal nuqtani tagiga bozor tushib yopilmas ekan, Bitcoin yuqoriga deb tushunaman men. Ya'ni Bitcoin'da bu yerda mana bu yerda bor ekan. Mana shu zonalardan mumkin bozor nima qiladi? Yo bu yerdan uje tez ham qilib bo'lgan, mumkin shu zonadan sekin yuksalamiz yoki yana ozroq tushib turib, ya'ni menga hozir yuqoriga darsh ketamiz. Xo'p, men uchun hozir qancha vaqt bor? Yana 3 oy vaqt bor. Men bu 3 oylik time frame'da analiz qilgan ekanman. Men uchun yana 3 oy vaqt bor, ya'ni qachonki yangi sham ochilib, yangi shamda ochilishligi 1-yanvarda ochilar ekan. Mana shu yerda yangi sham buni tagiga chiqib yopilmas ekan, mana shu yerda nima bo'ladi? Buni tagiga yopilmaguncha bozor xuddi shu shamni men yuqoriga kutyapman. Tushunarligi? Ya'ni mana shu shamni yuqoriga kutyapman men. Agar bu pastda yopilmas ekan, hozir shu zonada turibmiz. Buni rangini bittasini qizil qilib qo'ysam. Hop, buni hozir bu yerda qizil. Hop, bittasi qizil bo'ldi va mana bunisi yashil bo'ldi. Qora ekan, shamimiz qora bo'lsin. Qora. Xo'p, bu yerda ko'rib turganingizdek, ikkita sham ehtimoli bor. Birinchisi qizil. Agar buni tagiga tushib, mana bu yerdagi bu joyini almashtirib qo'yibman. Bunisi qora, bunisi yashil bo'lar ekan. Xo'p, birinchisi qora sham, ikkinchisi yashil sham ekan. Yashil shamimizni yashil shamimiz yuqoriga. Agar qora shamimiz pastga tushib yopilib, mana bu fraktal 3 oylik time frame tagida yopiladigan bo'lsa, bo'ldi. Hop, bozorimiz dalsha uje pastga tushish ehtimoli yuksak bo'ladi. Lekin har bir misol uchun bundan keyingi fraktallar yoki pastlarga tushib ketish ehtimoli yuksak. Lekin buni tagiga bozor chiqib yopilmas ekan, tushib yopilmas ekan nima bo'ladi? Bozorimiz yuksalishda. Ya'ni men hozirgi holatda kutyap turgan narsam katta ehtimol bilan bozorimiz yuksaladi. Chunki mana bu yerdagi poddержка zonaga bozor test qildi. Mana bu testdan keyin ko'rib turganingizdek ozgina igna topildi. Ya'ni bu sham yopilyapti. Ya'ni bir necha soatlardan keyin nima bo'ladi? Mana bu sham yopiladi. Mana bu sham yopilishni mana ko'rib turganingizdek bu yerda uje oluvchilar topildi. Ko'zimizga misol uchun 3 oylik time frame'da kichkina igna ko'ringan bo'lishligi mumkin, lekin nima? Mana shu zonada yaxshigina olishlar topildi va katta ehtimol bilan bu yerdan yuksaladi. Xo'p, faqatgina shu olishligi topilgani yoki mana bu yerda fraktalga kelganimi? Yo'q, albatta. Bunda psixologik tushunchalar ham bor. Boshqa bir tushunchalar bor. Hozir ularni ham aytib o'tadigan bo'lsam, albatta video uzun bo'lib ketadi. Men faqat bular bilan hozir cheklanaman. Psixologik tushuncha bu eng asosiy narsa. Chunki hozir odamlarda nima bo'ladi? Asosan nima bo'lyapti? Odamlar pulni chiqarib olyapti. Men o'ylaymanki, katta ehtimol bilan mana bu yerdan test qilindi va bu yerdan oluvchilar topildi. Oluvchilar topildi, inshaalloh nima qilamiz? Endi yuksalamiz. Ya'ni bu yerda misol uchun to'g'ri, bir kunda yuksalamasmiz. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Hozir 3 oylik time frame'da analiz qilyapmiz. Ya'ni kimdir misol uchun ertaga bitta narsani sotib oladi. 3 kundan keyin foydani kutyap turgan bo'lsa, 3 kunda yuksalib bera olmasligi mumkin. Mumkin 3 kundagi yaxshigina yuksalib ham olishligi mumkin, to'g'ri. Lekin bitta narsani tushuning, 3 kun bilan 3 oyda farqi bor. Hozir biz 3 oylik time frame'da analiz qilyapmiz. 3 oy vaqt kerak bizga mana bu narsa pastga tushishligi uchun, mana bu narsalar bo'lishligi uchun yoki yuksallik uchun, mana bu yashil sham bo'lishligi uchun 3 oy vaqt kerak. Tushunarliki? Mana shunda bir narsalik bo'ladi. Bu 3 oylik time frame'niki. Albatta biz bundan kichik time frame'larga kiradigan bo'lsak, har biriga detallargacha kirib berishim ham mumkin. Prosta vaqt ko'p ketmasin, bir ba'zi narsalarga qarab o'tib ketamiz. Misol uchun oylik shamimiz mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana fraktal nuqtani o'zida mana bu fraktal nuqta bo'ladi. Qachonki bozor kelgan, shu zonadan yuksalgan va ko'rib turganingizdek fraktal nuqta. Ya'ni eng tagida misol uchun fraktal nuqtaning shartlarini bilasizlar. O'ng tomonida ikkita o'zidan yuksalgan va o'zidan pastda bo'lmagan ikkita sham bor bu tomonda. Ya'ni fraktal nuqtaning shartlari topilgan va bozor bu yerda test qilgan. Katta ehtimol bilan bu yerda misol uchun bozor nima qiladi? Yuksalib ketamiz degan tushunchadaman. To mana bu yerda 3 oylik sham yopilmaguncha. Tushunarligi? 3 oylik sham yopilmaguncha. Xo'p, va undan keyin haftalik time frame ga oladigan bo'lsak, haftalik time frame ga oldik. Haftalik time frame dekini ham bir ko'rsak. Buni
Xo'p, haftalik time frame'da ko'ryapti turganingizdek bozor bir siqishma zonasini hosil qildi. Bu yerda biron bir narsani gapiradigan narsalar yo'q. Albatta pin bar bor. Mana bu yerda bitta pin bar, bundan oldingi pin bar bor. Mana bu pin barlar ham albatta bu bejizga emas. Katta ehtimol bilan mana bu pin barlar men uchun bir signal bo'lar ham albatta olishlik uchun. Ya'ni long pozitsiya uchun mana bu pin barlar albatta bu bejizga bu yerda chiqmaydi. Yaxshigina bir signal inshaalloh mumkin. Ikkinchi ko'rinishlari ham bor. Ba'zi bir nima desam bo'ladi? Nabarot tushunchalar ham bor, yo'q emas. Masalan, qaysi? Ulardan bittasi bu yerda bayroq formatsion bo'lishligi. Mana bu yerda bayroq bo'lyapti-ku deb turib mana bunaqa chizasizmi misol uchun. Shunaqa ko'rinishlari ham yo'q emas, albatta. Kimlardir buni kuzatyapti shunaqa qilib. Yo'q, lekin men bu bayroq formatsion deb hisoblamayman buni. Chunki ba'zi shartlar bor, bunda topilmayapti bayroq formatsionda. Shu sababdan buni men nabarot nima long pozitsiyoniga kutyapman. 4 soat time frame'ga olamiz. 4 soat time frame'da misol uchun nima bor? 4 soat time frame'da ko'rib turganingizdek bu yerda galava плечойni ko'rsak ham bo'ladi. Galava плечойni bilasizlar, ya'ni yelka bosh va yelka degan mana bu yerda provoy qilgan. Mana bu yerda bitta yelka bo'lgan. Mana bu birinchi yelka, ikkinchi yelkasi mana bu bo'lyapti. Bu kallasi bo'lsa mana bu yerda ko'rib turganingizdek buni provoy qilib o'tgan bozor. Va hozir bundan keyingisi hozir bu yerda bir bayroq formatsiyoni bu yerda tashkil qilyapti. Mana bu yerda. Nabarot bu long uchun men uchun signal deb o'ylayman. Albatta bu paternlarda unaqangi ko'p ham nima qilmaganim uchun prosta ko'rsatib ketyapman, lekin bu 100% patern ishlaydi deganim emas, chunki paternlarda bozor yaxshigina olib yuqoriga pastga olib ketadi, misol uchun stoplarini, chunki bunda paternda ko'proq talpalar ishlaydi. Shu sababdan bu paternlar bilan ko'p ham urilashmasligi kerak. Xo'p, men asosiy kutyap turgan narsa mana bu zona, poddeshka zona. Bu poddeshka zonani ko'rib turganingizdek, mana bu ignani ko'ryapsizmi? Bozor yaxshigina tushganda tushib turib, imina mana shu zonaga kelgandan keyin bozor reski nima qildi? Yuksaldi. Mana shu zonada yana sotib olishlar bo'ldi va keyingi yana bir kelishda hatto bu zonada imkon bermadi mana. Bu zonaga kelishga bozor imkon bermasdan yana bir yuksaldi va bu yerda o'zi yana sekin-sekin bu yerda nakabut qilyapti. O'ylaymanki, mana bu qo'rqitishlardan keyin o'sha bir necha soatlardan keyin yangi sham yopiladi va bu yerdan keyin harakatlar endi tez bo'ladi. Ya'ni yangi sham ochilgandan keyin harakat tez bo'ladi. Tez bo'ladi degani nima? Tez bo'ladi degani bo'ldi. Endi tez yuksalib ketadi degani emas yoki tez tushib ketadi degani emas. Ya'ni harakat misol uchun mana bu yerda ko'ryapti turgan bo'lsangiz, bozor 4 soatlik time frame'da ozroq yuksalib yuqoriga, ozroq pastga, ozroq yuksalib, ya'ni bir joyda siqishilib qolgan. Hozir nima qiladi? Yangi yildagi, yangi 2026-yil sham ochiladigan bo'lsa, bozor mana bunaqangi harakat bo'ladi. Tushunarli-ga? Agar harakatlari ham mana shunaqa bo'ladi endi. Ya'ni demoqchiman, yo yuqoriga yo pastga bu yerda harakat kuchli bo'ladi. Lekin endi bu yerda bizni o'zimizni pozitsiyamiz bo'lishi kerak albatta. Meni pozitsiyam shu holatda qaysi bo'ladi? Shu holatda meni pozitsiyam long bo'ladi, ya'ni yuqoriga bo'ladi. Meni pozitsiyam katta ehtimol bilan shu harakatlarda misol uchun ozroq pastga tushishligi ham mumkin. Baribir men uchun imkon bo'ladi. Agar ozroq pastga tushadigan bo'lsa, men uchun sotib olish zonasiga keldi. Ya'ni bu qizil zonalar, mana bu qizil zonaning ichi men uchun sotib olish zonalari. Tushunarli-ga? Agarki ba'zi narsalar sotib oladigan bo'lsam, yuqoriga bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Men uje foydadaman degan. Tushunarli-ga? Pastga tushadigan bo'lsa sotib olaman, yuqori ketadigan bo'lsa foydadaman, bo'ldi. Ya'ni meni pozitsiyam, hozirgi holatdagi pozitsiyam bozor yuksalish uchun long pozitsiyada turibman hozir. Tushunarli-ga? Ya'ni Bitcoin'da bo'lgan o'zimning qarashim shu edi. USDT dominasi. USDT dominasiga keladigan bo'lsak, buni sizlar bilan bir noldan yana boshqatdan bir chizaylik shuni. USDT dominasiga keladigan bo'lsak, qaranglar. Bozorda nima dedik? Haftalik time frame'da oldik. Haftalik time frame'da chizib ko'rdik. Mana xuddi o'sha grafik. Bunda bozor tushish trendi deydi. Bozor tushish trendini chizib olamiz. Birinchi mana bu yerda eng yuqoridagi maksimum va bundan keyin minimum, yana bitta maksimum va bundan keyingi minimum. Mana bundan keyingi bitta maksimum va bundan keyingi minimum. Ya'ni bozor ko'rib turganingizdek, hozir yurish pastga tushdamiz. Ya'ni harakatlar tushib kelyapti pastga. Minimum, mana bu minimum tagi bu minimum tagi bu. Ya'ni past yuqoridan pastga tushib kelyapmiz. Endi shu holatda eng minimum nuqtani topishligimiz kerak. Eng minimum nuqtamiz bu yerga buni bosib qo'yay. Xo'p.
1. 1 chizadigan bo'lsak, buni kattalashtirib qo'yamiz. 20 40 qilib qo'yamiz ekan. Xo'p, bu 1 ni chizamiz. Mana bu xuddi oldingi chizganim yana bir chizib qo'yi. Bu 1 ni davomi. Tushunarligi, mana bu 1 eng minimum bo'ldi. Mana shu 1 ni qayerda tugadi? Bu yerda tugadi. Chunki qayerdan bilyapmiz? Chunki mana shu zonadan bozor pastga kelyapti. Tushunarligi, pastga tushib ketdi. Xo'p, bu mana shu 1 ni davomi shu yer ekan. Bu yerdan boshlangan 1 bu yerda tugadi degan o'zbekchalab tushuntiradigan bo'lsam shunaqa. Ya'ni tugagan joyi shu yer ekan. Endi 2. 2 ni chizadigan bo'lsak, hop, buni nastroyga kirsak 2. 2. 2 mana bu zona. Tushunarligi, mana shu 2 ni tugash zonasi qayerda? Mana bumi? Xo'p, qayerda deydi-yu. Ya'ni bu yer bo'lishligi mumkin agar ozroq pastga tushadigan bo'lsa. Lekin bu bo'lish ehtimoli yuksak. Chunki albatta mana bu 1 bo'lgandan keyin 1 ni davomi bu. Bu 2 bo'lgandan keyin 2 ni davomi kelishligi kerak. 2 ni davomi qayerda keladi? Yo bu yerda yoki mana bu pastroqda kelish kerak edi. Bundan oldingi videoda esingizda bo'lsa, nima dedik? Mana bu yerda chizdik minimumda, ya'ni 1 bilan 2 ni tenglashtirgandik. 1 bilan 2 ni tenglashtirib, bitta chiziq chizgandik. Chiziqni rangini qizil qilib qo'yaman. Xo'p, qizil. Xo'p, qizil chiziq qo'ydik, ya'ni 1 bilan 2 ni tenglashtirdik va nima dedik? Bundan keyingi chizig'imiz mana shu 1 dan chizgandik va mana bu yerga olib kelgandik. Chunki bu yerdan biz aytib o'tgandikki, triugolnik bo'lyapti. Katta ehtimol bilan tushish bilan mana bu triugolnikdan bozor pastga tushamiz degan tushunchani aytgandik. Ya'ni bozorda bu yerdan pastga tushishligini kutgandik. Mana bunaqasiga. Lekin nima bo'ldi? Mana shu shamni o'zi nima bo'ldi? Yaxshigina yuksalib, bu yerda chiqib yopilib oldi. Endi buni boshqacha ko'rinishliklari ham bor. Ya'ni xo'p, siz buni triugolnikda pastga tusha ketadi deb aytdingiz. Endi bu pastga tushmadi-yu. Buni naborot proboy qildi. Endi bu triugolnik yuqorigami deydigan bo'lsangiz, yo'q. Bunaqa triugolnik bu yerlarda kelmaydi. Tushunarligi, ya'ni bunaqa 5 ni triugolnikda joyi emas bu. Bu joyda 5 ni emas, naborot nima bo'ladi? Ayiq, medved triugolniklari kelish kerak. Ayiq triugolniklari kelish kerak. Bozor o'zini yo'lida keladigan triugolnik keladigan bo'lsa, ana o'shanda pastga tushadi. Tushunarligi, yoki ana o'shanda yuksaladi. Hozir mana bu joyda bu 5 ni, ya'ni mana bu triugolnik bo'lishligi, mana buni tenglashtirib qo'yib, bo'ldi. Bu yerdan endi bozor yuksaladi yuqoriga deb tushunishlik, mana bu zonadan yuksaladi deyishlik, bu ya'ni bu joyda emas, ya'ni tushunarligi, bu joy buni joyi emas degan meni tushuncham shunaqa albatta. Hamma o'zining fikri bor. Ya'ni bu joyda yuksalishlik uchun triugolnik kelmaydi. Tushunarligi, bu joyda pastga tushishlik uchun. Chunki bozor tushish trendida. Tushish trendida faqat tushish uchun nima qilamiz? Triugolnik yoki bayroq bo'lsa yoki shunga o'xshagan narsalarda shu yerda qidiramiz. Tushunarlimi? Qaysi pattern bo'lsa ham, ya'ni tushish trendida bo'lgani uchun tushish uchun qidiramiz. Xo'p, endi nima bo'lar ekan? Shunda endi biz mana bu patternni to'xta. Triugolnik emasdir. Buni ozroq shoshilmay turaylik, chunki mana bu 2 tugamadi hali. Mana bu yer 2 emas ekan. Buni 2 ni olib qo'yamiz dedik. Olib turib mana buni o'chiramiz. Значит, mana bu yerda boshqacha pattern qidiramiz dedik. Qaysi edi? Ya'ni mana buni kapravit qilamiz. Hop, kapravit qilganimizni mana bu 1 ga qo'yamiz. Tushunarligi, 1 ni 3 ga qo'yaman. 1 ga qo'yib turib, C ga olib kelib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, hozir bu yerda nima bo'ldi? Bayroq, ya'ni bir kanalviy pattern paydo bo'lyapti. Endi agarki proboy qilib o'tadigan bo'lsa, mana bu zonada keladigan bo'lsa, bo'ldi. Bu kanalviy yo'limiz nima bo'ladi? Proboy qildi deb turib, mana bu yerdan keyin pastga keyin kutsak bo'ladi mana shu holatlarda. Endi uning uchun agar ozroq pastga tushadigan bo'lsa, ana o'shanda biz 2 tasdiqlandi desak bo'ladi, misol uchun. Ozroq pastga tushish kerak. Bozor, ya'ni mana shu zonalardan ozroq pastga tushadigan bo'lsa, 2 mana bu 2 ni bu yerga olib kelib qo'ysak bo'ladi. Lekin hozir ham qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bu 2 ni, ya'ni katta ehtimol bilan bozor mana shu kelsa kerak. Ya'ni men kutyapti turgan narsam mumkin mana shu zonalardan bozor nima qiladi? Pastga tushib mana bu yerda 3 ta hosil qilish ehtimolimiz yo'q emas. O'ylaymanki, sizlarga juda ham tushunarli bo'ldi. Ya'ni nimani men
maqsad qilyapti turganimni yoki nimani kutyapti turganimni, men kutyapti turgan narsam shu. Ya'ni bozorimiz o'zimiz yo'lida ketyapti. Hozircha biron bir trend yoki biron bir trend yo'limiz o'zgargani yo'q. Hali ham pastga tushish yo'lidamiz. Katta ehtimol bilan bu yo'ldan ozroq razvorot qilib oladigan bo'lsak, ozroq razvorot kerak. Mana bu razvorotdan keyin mana bu 3 ko'rish ehtimolimiz bor. O'shanda mana bu 2 tasdiqlanadi. Ozroq pastga tushadigan bo'lsa, bo'ldi. Bu yerda mana bu 2 tasdiqlandi deymiz va undan keyin katta ehtimol bilan kutyapti turganimiz 3 deymiz. Qachonki 3-chi nuqtaga ham bozor kelib pravoy qiladigan bo'lsa, tamom deymiz. Mana bu 3 ham tasdiqlandi deymiz, chunki mana bu 2 bo'lib qoldi deb turib o'shanda aytib o'tsak bo'ladi. Lekin hozir 2 ni tasdiqlaydigan nimasi kelmadi. Uning uchun ozroq razvorot qilish kerak. Agar buni razvorot qilib ozroq tushadigan bo'lsa, inshaalloh mana bu 2 bo'lib joyida qolib ketadi. Hozir biz mana bu 2-chi nuqtada turibmiz degan fikrdaman inshaalloh. Ya'ni nima demoqchi bo'lganim sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Inshaalloh o'ylaymanki bu sizlarga juda ham manfaatli bo'ladi, chunki bundan keyin oldimizda turgan 1 yil, yangi yilda nimasi turibdi? Сделкалari, yangi yilda ishlam ochishlarimiz, shularga bo'lgan nimalar turibdi. Agar siz videoyimni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, siz uchun bitta zakonomerz, ya'ni bir ko'zimga tashlangan bitta narsa bor. Shuni sizlar uchun shu yergacha ko'rganingiz uchun nima qilamiz? Sizlarga bir nima desam bo'ladi? Hadya deydimi? Bir nima bo'lsin? Ya'ni bir nima bo'ladi-da, ya'ni sizlarga bir sovg'a bo'ladi. Ya'ni sababi shu yergacha ko'rganingiz uchun bo'ldi, shu boshqa narsa emas, inshaalloh. Xo'p, bu ham bo'lsa nima ekan? Ulardan bittasi 1 oylik time frame'dagi grafikni ochasiz. Tushunarliga? 1 oylik time frame'dagi grafikni ochadigan bo'lsangiz, bozorda yurishlar bor. Yurishlarda har bittasini nima qilamiz? Chizib chiqamiz hozir. Chizib chiqib, qanaqa, nimani chizib chiqqanimni e'tibor beringlar. Misol uchun bu yerga kiramiz. Bu yerga kiradigan bo'lsam, mana bu bor ekan, buni ham men kerak bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, bozorda xossatan USDT dominans. USDT dominans bizga asosiy narsalardan bittasi, chunki Bitcoin yo'lini, altcoin'larda yo'lini aniqlaydigan narsa bo'lgani uchun USDT dominans. USDT dominansda qaranglar, bozor tushishni boshladimi? Bozor yuksalyapti. Bu yerda 3 ta sham bilan yuksalgan. 1, 2, 3 ta sham bilan bozor yuksalgan. Tushunarliga? Xo'p, nima uchun 3 tani aytyapman? Chunki har bir 3 ta shamdan keyin bozorda ko'rasiz bitta tushish bo'lgan. Tushunarliga? Boshqa joylarda ham e'tibor bering. Mana bu yerda ham yoki yuksalgan bozor. 1, 2, 3 ta sham. 3 ta shamdan keyin mana bu yerda mana 3 ta shamdan keyin bozor nima qilgan? Yana tushishni boshlagan. Bundan keyin yuksalgan bozor 1, 2, 3. Xo'p. Ko'rib turganingizdek 3 ta shamdan keyin bozor nima qilgan? Tushishni boshlagan. Xo'p, yana qayerda bor? Bu yerda xo'p, mana bu yerda bor ekan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda yana 3 ta sham. 1, 2, 3. Xo'p, 3 dan keyin bozor sekin o'sha range yoki mana bu yerda tushish sham bo'lgan. Ya'ni bu oylik sham bo'lgan bilan bitta bo'lsa ham bu yerda nima tushish bo'lganmi? Mana shu oy yaxshigina savdo bo'lgan. Ya'ni tushunarliga, bu USDT dominant mana bu yerda ham ko'ryapsiz, 3 ta sham. 3 ta shamdan keyin bozor nima qilgan? Yana tushishni boshlagan. Bunaqalar ko'p, ya'ni ko'radigan bo'lsangiz bozorda mana bu yerda ham ko'rsangiz bo'ladi mana. 1, 2, 3 ta sham yuksalgan. Mana buchi, bu ham yashil ko'zlagan bo'lsangiz, yo'q, bu uje bu yerda nima bo'lgan? Nakablit qilib, bu yerda ya'ni range yurgan. Shu yerdan keyin harakat 3 ta bo'lgan. Mana shu 3 tani ham hisobga olib qo'yaverasiz. 3 ta. Ya'ni har yerda qarang, ya'ni 3 ta sham o'zi ko'rasiz. Mana bu yerda ham 3 ta sham bo'lgan, mana misol uchun. Tushunarliga aytmoqchi bo'lganim. Xo'p. Hozirgi holatda nima daxli bor buni deydigan bo'lsangiz, bu yerda ham mana bozor ko'rib turganingizdek range yurgan bozor, mana range yurib shu yerda mana bir range ichidan chiqqan bozorda hozir mana bu 3-shamda turibmiz hozir. 1, 2, mana bu 3-sham. 3-shamdan keyin katta ehtimol bilan bu yerdan bozor nima qiladi? Yana bir qizil. Bu pastga tushmas, lekin mana shu yerda bir tushish berishligini kutyapti. Ya'ni ozroq bir yana bir qizil sham yopiladigan bo'lsa, ya'ni pastga tushishlik qora sham yopiladigan bo'lsa nima bo'ladi? Albatta bizga mana bu 2 ni tasdiqi bo'ladi. O'ylaymanki, videoyimiz shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, yoqdi sizlarga. Kelajakdagi ishlaringizga Alloh o'zi ishlaringizga bir nima barakat bersin. Agar videolarim yoqqan bo'lsa,
klass bosib, podдержка qilib, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qo'yish обязательно esdan chiqmasin. Inshaalloh keyingi videolarda bundan-da yaxshi va sizlarga foydali bo'ladigan videolarda ko'rishguncha, sizlar bilan ekspert signal admini Sulaymon. Assalomu alaykum.